Hafta davomida yomg'ir va qor yog'adi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Haftaning birinchi yarmida O'zbekistonda quruq ob-havo kuzatiladi. 21-23 yanvar kunlari aksariyat hududlarda yomg'ir va qor yog'ishi kutilmoqda. Harorat kechasi -2 -7 daraja, kunduzi esa 3 -2 darajagacha pasayadi. Dushanba va seshanba kunlari O'zbekiston hududida katta qismida yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. 19 yanvar kuni faqat Navoiy viloyati va ertalab Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida biroz qor yog'adi. 20 yanvar kuni faqat respublikaning janubiy g'arbiy hududlari bo'yicha kechqurun yomg'ir va qor yog'adi. 21-23 yanvar kunlari O'zbekistonning katta qismida vaqti bilan yomg'ir va qor yog'adi. Haftaning birinchi yarmida havo harorati kechalari -3-2 daraja, kunduzi 3-8 daraja atrofida bo'ladi. Haftaning ikkinchi yarmida harorat asta-sekin kechalari -2 -7 daraja, kunduzi -2-3 darajagacha pasayadi. Ushbu hafta davomida harorat asosan kechalari -8 -13 daraja, kunduzi 0 -5 daraja, 23 yanvarga kelib 3 darajagacha bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. 21-22 yanvarda respublikaning ayrim hududlarida shamol tezligi 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Tog'oldi hududlarida vaqti bilan qor yog'adi, qor ko'chish xavfi bor. Toshkent shahrida 19-21 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat asosan -2-1 daraja. Dushanba va seshanba kunlari kunduzi 3-6 daraja, chorshanba kuni 7-9 daraja. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. 22-23 yanvarda vaqti bilan yomg'ir va qor yog'adi. Harorat 22 yanvarda kechasi va kunduz 0-2 daraja. 23 yanvar kechasi